Assalomualaykum Chorva Otabek kanal qadri baland qadrli obunachilarimiz, Chorvador aka-ukalarimiz. Haftaning chorshanba Yorqo'rg'on hayvon bozoridamiz. 8-aprel 2026-yil sanasi turibmiz. Olingan sotilgan bo'zoqlarni narxlari bilan bir tanishtirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, video ko'rishdan oldin like tugmasini bosib, podpishka qilib turasizlar, podpiska bosib, qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Rossiyskiy sementdan bo'zoqlarni so'rab o'tamiz. Necha pullarga aka bular? Necha pullarga aka? Aslisi 4tasi 34 dan, 35 dan. Mana ko'rishingiz mumkin. 4tasi 34 milliondan deyaptilar. 3tasini 35 dan kami bor ekan. Necha pullar so'rashdi aka? 32 million. 32 million kiribdi. Plus 30 million ekan. Avlikol. Toza bo'zoqlar. Qossob boqadigan. Necha pul ketdi aka bo'zoq? Necha pul bo'ldi? Necha pul ketdi? Bo'ylari 1.15 plus 16 million so'm savdo ko'ribdi. Jupi necha pul deyapsiz aka? Jupiga 42 million so'm narx aytdilar. Bo'ylari 1.15 plus. Necha pul ketdi bozor? 17 million, 18 million ichida baho bo'lib turibdi ekan orasida. Bo'ylari 1.15 plus. Necha pul ketdi aka bular? Savdo bo'lib turibdi ekan. Bo'ylari 1.10 plus atrofida o'zimiz mesni bo'zak. Necha pul qo'yasiz aka? 12 million so'mga o'tib bering deb turibdi ekanlar. Orqa boshlarda ko'rishingiz mumkin, ko'zimiz mesni bo'zak. Necha pul ketdi aka bozor? Bozor 37 berdi. 37 jupiga 37 million so'm savdo bo'libdi. Bo'ylari 1.20 atrofida. Ko'rishingiz mumkin, orqa boshlari, kallari. Mesni bo'zak-a, bu o'zimiz mesni. Kallalarda ko'rishingiz mumkin. Necha pulga bersa berasiz aka? Naqdga necha pulga berasiz? 30 ta beramiz-da. 37 millionga qo'shsana berar ekanlar. Telefon nomeri aytasizmi? Nomeri network 77. 77 hop. 015 0606 raqamiga aloqa chiqaverasizlar. Chorva Otabek desa chiqadi. Birga kelamiz, olib qo'yman. O'zimizga kelamiz. Ko'rishingiz mumkin, 37 millionga qo'shsana berar ekanlar. Savdo bo'lib turibdi ekan. Qancha savdo bo'lyapti? 1.10 plus mesni o'zimizni. Yolg'onga 16 million 500 ming Ana senga men 16 million ko'tarib degan 16 millionga oldim moli. 16 million so'm savdo bo'lib turibdi ekan. Rasmiy meni olmagin. Orqa boshlarda ko'rasizlar. Orqa boshlari ham. Ay bozgina og'riqroq ekan xolos. Yem ko'rmagan. 16 million savdo bo'lib turibdi ekan. Necha pul bo'lyapti aka? Mana shu bo'zoq savdo bo'lyaptimi? 17 million 500 ming so'm savdo bo'lib turibdi ekan. Qirg'iz bo'zoq desam, o'zimizni mesni bo'zoq ekan, firmani bo'zoq ekan. Orqa boshlarda ko'rishingiz mumkin. 17 million 500 ming so'm savdo bo'lib turibdi.
Neç pul köydü aka buni bozor? 21. 21 milyon so'm baho qilishibdi. Bo'ylari 1.20 plus atrofida. O'zimiz mesni bo'zak. Savdo bo'lib turibdi. Yana so'rab o'tamiz buni ham. Kalla boshladi, ko'rishingiz. Orqalari ham 1.15 plus chiqadi bo'ylari. Ya o pulni sotmadi, o pulni gapiraversan. Nech pul qo'yasizlar aka? O 7'ye 700. O 7 milyon 700 ming. O 7 milyon 700 ming so'm savdo bo'lib turibdi ekan. Olamadı pulini ushlabdi bu. Bering aka, o 7 milyon 800 ming. Bergan olmayapti. 200 ming kam bo'lsa 800 ming kam bo'lsa. 200 ming kam, 18 milyon savdo bo'lib turibdi mana. Mo'ljal 18 millionga beradilar aka. 800 ming so'mga sotishib turishibdi. Nech pul bersa aka bu jupini? 16 milyondan kami bor. Nech pul ketdi bozor? Qancha qilishdi aka? 14 milyon 300 ming, 13 milyon 300 ming so'm bo'lsa bo'pti. Gavda boshlari 1.5 plus, bo'lsa 1.10. Bu bola qadan to'g'ri aytib o'tdi, bilib o'lchamasdan bo'yniga aytib ketdi desana, har kun o'zim olib kelgan bo'zalarim bo'yni o'lchami, o'zi ko'zchama bo'lib qo'ygan hamma bo'zalar. Nech pul ketdi aka bu bozor? 18 milyon 100 ming so'm bu hopdi. Mesni gavda boshlar 1.15 plus. Kallalarda ko'rishingiz mumkin. Chiroyli bo'zak ekan. Qadrli obunachilarimiz, mana ikkita jup, bir jup. Bo'ylari 1.20 plus. 1.25 ham chiqib qolsa kerak mana bittasi. Mana o'sha 1.20 plusga olaverasizlar. Orqa boshlarda ko'rishingiz mumkin. Jupini nech pul deyapsiz ukam? 23 milyondan kami bor deyaptilar. Nech pul ketdi bozor? 20 milyon 500 ming. 41 ga barakasi bor ekan-a? Telefon nomerini ayting. 94 hop. 672 40 05 raqamiga aloqa chiqarasizlar. Dastavkasini qilib beradi ukam. Uyingiz bo'lsa bo'ldi, yetib boradi. 20 milyon 500 ming so'mdan. Bo'ylari 1.20 plusga olaverasizlar. Savdo turibdi. Ishkili so'rab o'tamiz. Nech pul baho bo'lyapti aka? Nech pul baho bo'lyapti? Ko'rishyaptimi? Nech pul dedingiz? 8.5 million kami bor debdilar. Bo'ylari 1.15 plus. Ay bo'zi o'gina oriqroq xolos. Ko'rishingiz mumkin. 1.10 plus, 1.10 plus ekan. Uchalasi narxi bir xil shekilli, uchalasi gavda o'shlari ham bir xil ekan. Ahataga qaysi bir savdo bo'lyapti? Ahataga savdo turibdi ekan o'zi. Ahataga qaysi bir savdo bo'lyapti? Bo'ylari 1 metr savdo turibdi ekan.
Nechpul? Narx chiqmadimi hali? Yerda chechmasa jo'q. Men nima deyapti işte. O'tirmanmi? Yetalab yuruvchi. O'cha oyoq o'rin bo'lmaydi bunda to'g'ri. Bunda muammo bitta yeb ichish muammo bo'lishi mumkin. Qolgan muammo Garantiz yo'qmi, garantiz? Tamam, puling. voy 3 million emas ya, bravo. O'zim ha shu. Uylariga bordik degan ishlar. Necha dedi? 11 million beradi dedilar. Jahongir 3 ta qoldimi? Ha? 3 ta bo'zagimiz qo'yamiz hozir. Narxini yengil qilib, qulaq qilib qo'yib beradi ekan. Gava boshlari 1.5 plus. Boshqa ko'rishinglar mumkin. Kallalari Qirg'iz ekan bo'zalarimiz, ko'rishinglar mumkin. Bu bo'shashga cho'zin nisbi qo'yib berasiz ekan. Bo'shashga 15 dan beraman. Ha 15 dan nima yo'lida aytdi. So'ramaydigan qilib telefon qilishadigan qilib 100 mingdan aytib beraman. Dastlabki qanchaga? Dastlabki vodey bo'ladi. Vodey bo'lib uyingiz bo'lsa bo'ldi. Dastlabkisi bor. 94 hop. 792 792 77 raqamiga aloqaga chiqsana bo'ldi. Uyingiz bo'lsa bo'ldi, bo'zalar yetib boradi. 15 millionga 100 mingdan o'tib beraman aka deyaptilar. Savdo ko'pchilik. Orqa oshlari o'zimiz mesni bo'zak. Bo'ylari 1.10 atrofida. o qo'l yaxshi ekan. Nech pul so'rayapti? 13 million. 1.10 boya. Gavdasi 1.10, 13 million so'm so'rab turibdi ekan. O'zimizning mesni bo'zak. Berek, ketib bana aka, oğlum. Ha? Ha? Nomerda yozyapman. Mol tagiga kiro. Beni aka. Akada mol serop ekan, qolgan o'g'llarim bilan video qilib bering, aloqaga chiqsa bo'ldi, yengil qilib beramiz deyaptilar. Gavda boshlari 1.10 ekan. 1.10 plus chiqadi. Mana bu o'zingizlar ko'rishinglar mumkin orqa boshlarini. Bu 6 tasi nech pullar ekan, tog'a? 16,5 milliondan kami bor deyaptilar. 16,5 dan kami bor deyaptilar. 16 tasini bir joyga olamiz desa nech puldan berasiz? Aka 16 bak 6 tasini. 6 bir joyga bo'lsami 15 dan o'tib beraman. 15 milliondan o'tib beraman dedilar bir joyga bo'lsa. Dastlabki qangacha? Dastlabki Qo'qongacha. Qo'qongacha. Vodiy bo'ylab bor ekanda. Andijon, Namangan, Qo'qon. Ko'rishinglar. Telefon nomerini ayting. 93 hop. 908 4033 raqamiga aloqaga chiqsana bo'ldi. Nech pulga chiqsa bo'lib? 13 milyon 500 ming. 13 million 500 ga bir yilda berishdi. 13 million 500 ming so'm hop turibdi.
Qadrli obunachilarimiz, video yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib ketasizlar.